Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar bilan Miftahul Arabiyyani bir qismi bo'yicha birinchi vahdani 3-qismi kitaba qismiga yetib keldik. Mashqlarni ishlashda o'rganamiz. Uktub jumalan tahtavil kalimatil atiya. Quyidagi so'zlar o'z ichiga oladigan jumlalarni yoz deyapti. Wulida birinchisi. Shunday gap yozingki, o'shani ichida wulida bo'lsin deyapti. Tepada matnda keldik. Wulida Sulaymon Rojihi fi amin 1900 deb ketdi-yu, o'shanaqa qilib gap tuzishligingiz kerak. Masalan, wulida walidi deb turib ismini aytsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa wulida walidi deb turib shunday ketsangiz ham bo'ladi. Fi amin 1976 deb yozsangiz ham bo'ladi. Nasha'a fi da ulg'aydi degani, iltahaqa bi degani qo'shildi, kirdi degani, institutga nisbatan, ilturra ila degani ga majbur bo'ldi degani, assasa asos soldi. Tepadagi o'sha lug'atlar matn tarjima qilgandan keyin buni qilsangiz, o'zingiz gap tuzadigan bo'lsangiz, tepadagi matndan namuna olib turib, ismlarini o'zgartirib, manzillarini, ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirib boshlanishiga. Sizni gap tuzishligingiz o'sha kitobnikidaqa yaxshiroq, saviyaliroq gap tuzasizda. Shuni o'rganasiz. Lahis at-tarakiba al-atiya ma'al amsilati maktub ala g'iroriha. Demak, avvalo mulohaza qil, keyin o'zing gap tuz deyapti. Kana plus fi'l mudori'. Kana fe'lidan keyin bunga qo'shilib muzori fe'li keladigan bo'lsa, nima deb tarjima qilinadi? Kuntu umarisu. Ikkita fe'l, bittasi mana kana, bu yordamchi fe'l. Umarisu o'zi mustaqil fe'l. Kuntu edim degani. Umarisu shug'ullanyapman yoki shug'ullanaman degani. Hozirgi zamon fe'li bilan kelganda kana shu ishni qilar edim degani. Mana bu hozirgi zamon bo'lgani uchun qilar edim deb tarjima qilasiz. Kuntu umarisu riyadata fi ayyami shababi. Yoshlik kunlarimda sport bilan shug'ullanar edim. Kanat jaddati tad'una lil iftari kulla usbu'in. Buvimiz har hafta nimaga, nonushtaga bizni chaqirar edi. Shu tartibda bo'ladi. Endi siz ham o'zingiz gap tuzasiz. Kuntu adrusul lughatal arabiyyata fil madrasati fi ayyami tufulati. Bolalik kunlarimda maktabda arab tilini o'rganar edim deb yozsangiz bo'ladi. Misol uchun, ahadun yoki ihda plus af'alu vaznidagi sifat keladi bunda. Bu nima degani? Shu narsaning bittasi deb tarjima qilinadi. Hozir mana ko'ramiz. Masrifu rojihi. Rojihi banki ahadu ahammil bunukil islamiyyatil kubra. Rojihi banki katta islomiy banklarning eng ahamiyatlilaridan biridir. Eng shunaqasidan bittasi degani. Mana af'alu degani o'zi eng zo'ri deganida, eng shunaqasi. Masalan, af'alu qolib, masalan, akbaru bilan kelsa eng kattasi, asg'oru bo'lsa eng kichkinasi, ahammu bo'lsa bu yerda eng ahamiyatlisi. Endi ahadu ahammi bo'lsa izofa bo'lyapti. Al-bunuki mashigacha izofa bo'lyapti. Banklarning ahamiyatlilaridan bittasi. Xo'p, Madinatu Istanbul, Istanbul shahri ihda ajmalin. Endi o'zgardi. Nimaga o'zgardi desa, bu Madinaga qaytib shunga moslashyapti. Mana ahad so'zi masrifga moslashgan edi. Madinaga endi ihda qo'yadi, muannas bo'lgani uchun. Ihda ajmalil muduni siyahiyyati fil alam. Istanbul shahri dunyodagi turistik sayohatbop shaharlarning eng go'zallaridan biridir. Ajmalu degani eng chiroyli degani. Shu tartibda gap tuzib ketasiz. O'zingiz ham o'zidan kelib chiqib turib. Lam
yoki la ishlatilar ekan. Plus fi'lu mudori, keyin hop o'sha so'zingizni qo'yasiz. Muzori fe'l kerak bo'lgan so'zni qo'yasizda, keyin fahasb bal deb turib o'sha ikkinchi narsani qo'yasiz. Hozir tushuntiraman. Aydon bo'ladi oxirida. Bu zo'r qolib nima degani? Lam usafir ila Paris. Parijga safar qilmaganman. Fahasb nafaqat bal safartu ila London aydon. Faqat Parijga emas, balki faqat nima? Ya'ni faqat Parijga safar qilmaganman emas, balki Londonga ham borganman. Ya'ni faqatgina Parijga bordi deb o'ylamang, men Londonga ham borganman deganida u. Ikkinchisini ko'ramiz. La adrusul lughatal arabiyyata fahasb. Faqatgina arab tilini o'rganmayapman. Bal adrusul lughatal ingliziyyata aydan. Balki ingliz tilini ham o'rganyapman degani. Ya'ni birinchisini avval inkor qilib oladi. Faqatgina shuni qilmayapman, balki manaqani ham qilyapman deb ikkita ishni bir-biriga bog'laydi. Shunaqa, shunga ham gap tuzib ketasiz. Masalan, la atanawalu ta'ama fahasb. Yo'q, masalan, aytishimiz mumkin. La atanawalu at'imata sari'ata fahasb. Faqatgina fast foodlarni yemayman. Ya'ni fast foodlarni yemayman, balki atanawalu at'imata sha'biyata aydan. Faqatgina o'sha fast food yemayman, balki milliy taomlarni ham yeyman degani bu. Yawmiyan, hop, yawman ba'da yawm, sanatan ba'da ukhra. Kundan kunga, yildan yilga degani. Bu zo'r ibora. Yawman ba'da yawm va sanatan ba'da ukhra, yildan yilga tatawwara lughatil ingliziyyata. Ingliz tili kundan kunga, yildan yilga rivojlanmoqda. Yawman ba'da yawm sanatan ba'da ukhra tazdadu amalu sharikati. Kundan kunga, yildan yilga shirkatning ishlari rivojlanyapti, ko'payapti. Va ala ra'siha, va uning asosi degani. Fil mudunil kabirati mushkilatun kathira. Katta shaharlarda muammolar ko'p. Va ala ra'siha mushkilatun izdihamil mururi. Yo'l tirbandliklari muammosi asosan, xossatan degani. Ala ra'siha, buning asosi asosan yo'l probkalari, yo'l tirbandliklari muammosi deb tarjima qilinadi. Arg'abu fi ziyarati mudunin kasiratin. Ko'p shaharlarni ziyoratiga borishni xohlayman, ziyorat qilishni. Va ala ra'siha, va xossatan asosan Madinatul Bunduqiya shahrini. Bularga hammasiga gap tuzasiz o'zingiz. Va irbit bayna ta'abir allati atiya va dalalatuha. Quyidagi o'sha ta'birot, ya'ni so'zlarni, iboralarni o'zi dalolat qilgan bu yerdagi belariga bog'lang deyapti. Uni ta'birlari bo'lsa, bu dalolatlari. Xo'p. Alvilada tug'ilish, bunga qaysi biri tushadi? Tatalmaza ala yadin. Qo'lida o'quvchi bo'ldi degan. Qo'lida o'rgandi. Yo'q, bu tushmaydi. Fi famihi mil'aqatun min zahabin. Og'zida tillodan bo'lgan qoshiq bor. Maysuratil hal, yaxshi holatda degani. Tushmaydi tug'ilishga. Ra'at aynahu nura. Mana. Uning ko'zlari nimani ko'rdi? Nurni ko'rdi. Tug'ilishga nisbatan mana shu ishlatiladi. T. Al-wafatu, wafatuga. Intaqala ila javar robbihi. Demak, Robbisining huzuriga ketdi degani. Xo'p. Al-halatul maddiyatul jayyidatu lish-shakhsi aw al-usra. Oila yoki shaxs uchun yaxshi holat, moddiy holat. Bu mana tepadagi tushadi. Og'zida tilla qoshiq bor deganga. Al-halatul maddiyatu sayyi'a lish-shakhsi aw al-usra. Oila yoki shaxs uchun yomon holat.
bunga ma'no tushadi. Faqrun mudqi'un. Xo'p. yoki usradun ma'dumatul hal. Mana shunga ikkalasi J bilan turinchisi bir-biriga mos tushadi. Shuni bog'laysiz va yodlab olib, kerak bo'lsa faqrun mudqi'un deb turib, moddiy holatda yomon bo'lgan shaxsga yoki oilaga ishlasangiz bo'laveradi. Shaxsga ishlasangiz bo'laveradi. Bu ustatun ma'dumatul hal bo'lsa, masalan, usratu sadiqi ma'dumatul hal. Do'stimning oilasi o'sha qiynalgan oila degani. Ta'allum shay'in min ustazin aw shaykhin. Shayx yoki ustozdan bir nimani o'rganish. Tatalmaza ala yadin. Kimdir qo'lida, masalan, talmastu ala yadil asatizatil kabira. Bo'lsa, katta ustozlarni qo'lida ta'lim oldim degani. Bu yerda xo'p. Avvalgiga o'xshab turib, vulidaga boshqa so'z qo'yamiz ekan. Tug'ildi degan so'zga. G'oniyatunga boshqa bir ta'birot qo'yamiz. Tepadagiga o'xshatib bu ham. Ya'ni masalan, viladatu tug'ilishdi, ra'at aynahu nura, uni ko'zlari nurni ko'rdi dedik-ku, shunga o'xshatib turib. Vulidan o'rniga mana shu ra'at aynahu nura deb o'zgartirasiz ekan. Mana shuna qilib, bu yoqdagilarni hammasini o'zgartirib gap tuzasiz. G'oniyatunni endi masalan, g'oniyatunni fi famihi mil aqd min zahabin deb gap tuzasiz, ya'ni bu yerda saviyaliroq gap tuzishni o'rganasiz. Hozir masalan, nasha'tu o'sdim, fi usratin, boy oilada o'sdim demaysiz. Nasha'tu fi usratin fi famihi mil aqd min zahabin. Og'zida tilla qoshiq bo'lgan bir oilada o'sdim. Ya'ni bu saviyali bo'ladi. O'zi albatta gap yozadigan bo'lsangiz ham nashatgacha qilamiz. Xo'p, bu yerda avvalan summa va axiran saniyan ba'da zalik. Shularni moslab turib, mana shu bo'sh joylarga qo'yib ketasiz. O'zi 4 tagina bo'sh joy bor. 4 tami, 5 tami. Shularni mosini qo'yasiz. Avvalan birinchisiga tushadi, saniyan ikkinchisiga tushadi. Masalan, axiran uchinchisiga tushsa, ba'da zalik bunga tushadi. Mana 5 ta ekan, hammasi bir-biriga tushar ekan. Tartib bilan qilsangiz, buni tarjimasini qilasiz o'zingiz. Hammasini bilasiz menimcha, lug'atlarini. Menimcha bironta bir bilmaydigan lug'atingiz chiqmasa kerak. Buni bajarib bo'lganingizdan keyin yangi darsga o'taverasiz.